Qo'rg'ontepa tumanidagi ta'lim dargohlari tuman hokimligi axborot xizmati nigohida bugun 23-umumiy o'rta ta'lim maktabi. Ushbu maktab 1997-yilda qurilgan bo'lib, 2014-yilda qayta rekonstruksiya qilingan. 2025-yil boshida tashabbusli budjet loyihasida g'olib bo'lib, 1,5 milliard so'mni qo'lga kiritgan. Ayni paytda ushbu mablag'lar hisobidan maktabda zamonaviy sport zali qurilish ishlari davom etmoqda. Ushbu maktab 140 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, hozirda 350 nafar o'quvchi ta'lim oladi. Bu yilgi bitiruvchilar 18 ta fan yo'nalishlaridan turli xalqaro va milliy sertifikatlarni qo'lga kiritgan bo'lsa, ularga ta'lim berayotgan o'qituvchilardan 10 nafar ham xalqaro va milliy sertifikatlarga ega. O'tgan yili maktabni tamomlagan 21 nafar bitiruvchilardan 15 nafari oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilindi. Joriy yilda esa 20 nafar bitiruvchi katta hayotga dadil qadam qo'ymoqda. Naynavo mahallasi bilan hamkorlikda 2025 bet loyihasi yillar davomida har oy muntazam o'tkaziladi. Loyiha 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan kitobxonlarni birlashtirib, g'oliblarga maxsus cheklar orqali shaxsiy kutubxona uchun yangi kitoblar xarid qilish imkonini beradi. Ushbu maktabni bitirib, Germaniyada tahsil olayotgan talabalar tomonidan maktab o'quvchilari uchun maxsus onlayn dars mashg'ulotlari tashkil etilgan. Bundan kelib chiqadiki, ilg'or tajriba, uzluksiz ta'lim va mahalla bilan hamnafaslik 23-maktab faoliyatining muhim ustuvor yo'nalishlaridan biridir.